7-chi kun ham o'zini qo'yasiga yetdi azizlar. Bir hafta vaqt ichiga nimalar bo'lmadi, nimalar o'zgarmadi. Odam uchun eng kerakli narsa bu vaqt. Uni qanday saqlash o'zingizning qo'lingizga. Hech qachon unutmang. Umr juda qisqa. Juda gina gudurat qilishga arzimaydi. Nima ish bo'layotgan bo'lsa, qum zarrasi borki Allohning huzurida ma'lum. Daraxti borki izni Allohning huzurida ma'lum. Qachon tushishligi, qachon demakki qimirlashligi hammasi ma'lum. Bitta narsaki o'tgangi hayotni eslab ana qilavermaslik kerak. Unga arzimaydi. O'tgan narsa o'tgan ketdi.